Mana buni haqiqiy san'at asari desa bo'ladi. Qarang, har bir kvadratdan juda unumli foydalanilgan. Uyimizga bitta e'tibor bering. Bu xonadonimizning hol qismi bo'ladi va bu tomonimizda bo'lsa oshxonasi joylashgan studiy formatda. Shu yoqdan mana orqa hovlisiga chiqsanglar, o'zini yozgi oshxonalari ham tayyor holatda turibdi. Uyimizning umumiy maydoni 1.6 sotiq va bu tomonda bizda birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi, eshikning balandligiga bitta e'tibor bering, 2 metr 40 sm ekan. Bu yoq tomonda bo'lsa asosiy kirish eshigimiz va yana bitta hol. Bu tomonimizda bo'lsa kladovka uchun bitta xona qilingan ekan. Va bizda bu tomonimizda darvoza xonasi 100% utepленный qilib to'pli pollar qilingan ekan. Xo'p, podvoliga keladigan bo'lsak, podvolida yana bitta katta xona hamda kotelniy xonalari joylashgan. Ikkinchi qavatimizda bo'lsa, yana 4 ta yotoqxona bo'ladi. Tanlangan ranglarga bitta e'tibor bering. Xonadonimiz radiator hamda to'pli pol asosida istaladi. Bu ikkinchi xonasi, ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilingan. Va bu yoqda bizda umumiy yuvinish xonasi, shu umumiy yuvinish xonamizning yonida yana ikkita yonma-yon yotoqxonalar joylashgan. Xonadonimizga 100% sifatli mahsulotlar ishlatilgan, plita emas, monolit quyilgan ekan. Egalarning nomerini pastga yozib qoldiramiz. Narxini $205,000 so'rashyapti, yana kelishiladigan joylari bor. Uyimiz Mirobod tumani, transportning instituti, shundoqqina ro'parasidagi mahallada joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda.